Pasport ham demak 5 yilda almashtirilishi kerak ekan. Pul ishlash, soqqa qilish yo'li bor-ku. O'lganda almashtiriladigan guvohnoma ham har 5 yilda almashtirilishi kerak. Bu qaror ham 2 kunda bekor qilinadigan qaror. Sizlarga nima yaxshiligini men bilaman. Tupoysizlar, hech narsani tushunmaysizlar. Iltimos, xalqni fikrini ham inobatga olaylik. Sizlarda aytganinglar bir tiyin bizga degan o'zini o'rnini bo'shatib qo'yibdi. Assalomu alaykum. Endi O'zbekistonga avtomobilga texpasport har 5 yilda almashtirilar ekan. Ya'ni mana bu kabi texpasportlar mana plastik kartaga o'xshash ko'rinishda bu zamonaviy chiqarilgan, hamma o'sha dunyoning standartlariga javob beradi deb aytilgan. Mana shu dunyo standartlariga javob beriladigan texpasport ham demak 5 yilda almashtirilishi kerak ekan. Almashtirish tekin emas o'rtoqlar. Shu paytgacha texpasportda bilamiz, berilgan sanasi yozilgandi, lekin uni amal qilish muddati ko'rsatilmagan. Eng qizig'i 2025-yil 1-noyabrda avtomobilga gaz balon o'rnatilgandan keyin texpasportni almashtirish talabi bekor qilingan edi. Qiziq. Shunda qarorlar bir-biriga qarshi chiqyaptimi yo oldindan qaysidir qarorga kelib, keyin bir-biridan bexabar o'zgartirilyaptimi? Lekin juda bir tushunarsiz holat va odamlarda tabiiy savol tug'ilyapti-da. Nimaga bir qarori chiqargandan keyin ikkinchisini qabul qilishda mana shu uni amal qilish muddati, odamlar uni qanday qabul qiladi, og'irlik tushirmaydimi, shunaqa narsalarni o'ylab ko'rmaydimi degan savol bo'lyapti va bu savol tug'ilishi tabiiy. Xo'p. Endi qarorni oqlash uchun keltirilayotgan misollarga e'tibor bering. Ya'ni qarorni ishlab chiqishda yoki tashabbus ko'rsatishda u yo bu darajada qatnashgan idoralar uni qay yo'llar bilan oqlashyapti. Ya'ni ularni bildirishicha, mana shu texpasportni 5 yil almashtirish talabi quyidagilar bilan oqlanadi. Ya'ni ularning aytishicha, fuqarolarning ID karta va pasportini davriy almashtirilishi ham bor amaliyot ekan. To'g'ri? Mana misol uchun mana shu ID karta, mana demak men o'zim to'g'ri buni 22-yil olgan bo'lsam, bu 10 yilda mana almashtirish kerak ekan. Yozilgan mana shu. 32-yil almashtirishim kerak. Endi qarang. Lekin nima uchun bu almashtiriladi? Aynan bu hujjatni almashtirishga ehtiyoj unda demak fuqaroning surati bo'lishi bilan bog'liq. Buni hamma tushunib turibdi. Ya'ni inson 10 yilda tabiiy ravishda yuz qiyofalari o'zgaradi. Kimdir yoshi katta bo'lishi mumkin, kimdir sal bo'lsa qarishi mumkin, kimdirga ajinlar tushadi yuziga. Ya'ni 10 yil oldingi ko'rinish bilan 10 yil keyingi ko'rinishda farq bo'lishi mumkin. Asosiy sabab shu bunda. Shuning uchun o'zgaradi bu. Hatto ayrim davlatlar jismoniy mana shu texpasportdan voz kechayotgan bir paytda bizni qilayotgan ishlarimizni qarang. Ya'ni bularni keltirayotgan mantig'i bo'yicha oddiy aytganda o'sha tug'ilganlik guvohnomasi, nigoh qayd qilingan guvohnoma, ya'ni ZAKS deydi. O'lganda almashtiriladigan guvohnoma ham har 5 yilda almashtirilishi kerak. Diplom, shahodatnoma, shu attestat, yana boshqa uyi hujjatlarini, kadastrini ham unda almashtiringlar har 5 yil. Qizig'i bu hujjatlar vaqt o'tgan sayin ham egasi almashmaydi-da. Ya'ni o'sha mulk yoki o'sha hujjat borligicha qolaveradi va egasi ham o'sha qolaveradi. Mana bu texpasport bo'yicha qilinayotgan faqat bitta xulosa olib keladi. Bu qo'pol aytganda odamlarni shilish, soqqa qilishi yo'li. Boshqa hech bir sabab asos umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Har 5 yilda texpasportni almashtirish bahonasida pul yig'iladi. Boshqa qanday izohlash mumkin? Qizig'i bu qaror ham 2 kunda bekor qilinadigan qaror bo'lishi kerak emas-da. O'zi qanday qaror bo'lishidan qat'iy nazar u barqaror bo'lishi kerak. Va odamlarda mana shu hujjatlarga nisbatan bo'ldi, haqiqatan bir yaxshi qaror chiqibdi. Shu og'rimizni yengil qiladigan edi. Qanaqadir muammolarimiz bor-da, shunga yechim bo'pti degan fikr bo'lishi kerak-da. Uni qabul qilib olib turib, jamiyatga, hayotga uni tatbiq qilishni imkoni bo'lmay, hammani noroziligini chiqarib, odamlarda protest kayfiyatini uyg'otib, qarg'ishlarga qolib, keyin kimdir chiqib, uni davlat rahbarini boshqami uni bekor qildirib yuradigan qarori nima keragi bor chiqarish?
Bu shuni bildiradiki, qaror chiqarayotgan odamlar ko'p holatlarda oddiy odamlarning fikrini real hayotdagi mavjud vaziyatda umuman hisobga olmayapti. Shunchaki bir tomonlama kabinetda o'tirib, sizlarga nima yaxshiligini men bilaman, biz bilamiz, sizlar o'zingizlarga nima yaxshi bo'lishini, sizlarga nima hayotinglar yengillashishini sizlar bilmaysizlar. Sizlar aqlli emaslar, biz aqllimiz. Sizlar tupoysizlar, hech narsani tushunmaysizlar degan ma'noda qarashning oqibati bu. Boshqa narsa emas. Yoki bo'lmasa ikkinchisi shu. Biz har qanaqa yopishmagan narsalarni asos qilib keltirib, soqqa qilish bilan bandmiz. O'zimizni idoramizni cho'ntagini to'ldiramiz. Odamlarni to'lagan pul hisobidan chiroyli konditsionerli mashinalarda, tonirovkali mashinalarda maza qilib yuramiz. Tagi yumshoq kreslolarda maza qilib o'tiramiz, yeymiz, ichamiz odamlarning hisobidan. Buning uchun bizga pul kerak. Pulni topishning yo'li mana shunaqa mantiqsiz qarorlarni ishlab chiqib odamlarni sarson qilish bo'ladi. Bu boshqa xulosa olib kelmaydi o'rtoqlar. Bizni aytganimiz, agar xalqda odamlarning fikriga quloq solinadigan bo'lsa, odamlarning zarariga, ularning noroziligiga olib keladigan va mantiq bilan bog'lanmagan bunaqa qarorlar qabul qilishdan tiyilish kerak. Bunaqa ishlar oldindan jamoatchilikning keng muhokamasini o'tkazish kerak. Odamlarni cho'ntagiga qo'l solish bilan bog'liq bu kabi qarorlar albatta jamoatchilik fikridan o'tkazilishi shart. Xalq rozi bo'lsa, undan keyin qabul qilinishi kerak. Iltimos, odamlarni, xalqni fikrini ham inobatga olaylik. Ularga shunchaki tupurib, sizlarda aytganinglar bir tiyin bizga degan qarashda harakatlar qilmaylik, qarorlar qabul qilmaylik. Chunki hammamizni bosh maqsadimiz shu xalqning farovonligini, roziligi uchun yashash. To'g'rimi? Ana shunga hamma va'da bergan. Agar unday emas bo'lsa, marhamat. Unday emaslar, o'zini o'rnini bo'shatib qo'ysin. Bizning xohishimiz shu. Aytayotgan gapimiz, qilayotgan ishimizga mos bo'lsin o'rtoqlar. Mana shu olingan tex pasportlar ham zamonaviy deyilgani, endi o'sha zamonaviy deb aytilganda talabga javob berib 10 yil emas, kerak bo'lsa 100 yil tursin. O'zgarish talabi haqiqatda zarur bo'lgandagina o'zgartiraylik. Ungacha kulguga qolmaylik. Sog' bo'linglar.